Namangan viloyatiga uyushtirilgan sayohatimiz davom etadi. Gilam tayyorlashga ham qiziqaman. Bu hakalak kavush deyiladi. Gazni qatli berganda chamadonda og'irlik qilib, chamadon meni bosib orqaga yiqilib tushdim. Ko'chaga chiqsam, 5 ta chol kelyapti, saqalim alavashgan mendan ham qari. Hay yora, ishqingda biz avora. Tanishing, Namanganning mashhur tumani. Boshimda do'ppi, yonimda pichoq. Topinglarchi, biz qayerdamiz? Chust Namanganning aholi joylashishi jihatdan eng zich tumani. Farg'ona vodiysining qadimiy va bosh shahri hisoblanadi. Qo'qona shahar 2005-yilda 3500 yoshga to'ldi. Bu ulug' markaz badiiy hunarmandchilikning hamda mahalliy brendlar, chust pichoqlari va chust do'ppilarining vatani hisoblanadi. O'zbekistonda bittagina bo'lsa ham yo suvenir sifatida, yo oddiygina oshxona buyumlari orasida chust pichog'i topilmaydigan xonadon yo'q. Hunarmandlarning fikricha, Damashq po'latini aynan shu yerda yaratishgan. Akam boshingizdagi chust do'ppisimi? Faqat chust do'ppisini kiyasizmi? Faqat chust do'ppisini kiyamiz. Mana bu uyda chustning eng mohir do'ppido'si istiqomat qiladi. Boshqa ustalardan farqli o'laroq, avlodlari boshlagan ishni davom ettirish uchun emas, balki ishtiyoq va iste'dod sabab aynan shu hunarni tanlaganlar. Chiroyli qo'shiq aytib bering ayollarimga. Zerikib qolishdimi? Ha, zerikib qolishdi. Ha, yo'l-yo'ldan boshqasini bilmayman. Ayting, yo'l yaxshi-da. Hay, o'lan jonim, o'lan chiqmas. Hayor o'lan chiqmas. Vadasida qurmagan yolg'on chiqmas. Hayor yolg'on chiqmas. On hazratni qizlaridek baxting bo'lsin. Hayor baxting bo'lsin. Voy, to'y bo'lganim esimga tushmadi. Dekretga chiqqanimda shu do'ppini yaxshi ko'rardim. Do'ppi tikishni yaxshi ko'rardim. Hech turgim kelmas edi.
Keyin xo'jayinimdan gap eshitgan kunlarim ham bo'lgan. Xo'jayinim oborib o'tga yo'qaman degan kunlari ham bo'lgan. Bolalarga qaragin, bitga berasanmi deb. Endi nima qilay, men yaxshi ko'ryapman, tikim kelyapti deganman. Korxona ochdim. Mana hozir 80 ga yaqin nafar ayollarim bor. Hammalari bilan suhbat qilib, duppalarini qabul qilib, o'rgatib, albatta yaxshi niyat bilan dupp tikiladi, boshlanadi. Mana birinchi duppini taglikda bu, taglikka mana qo'l chizyapganda Bismillahirrohmanirrohim. Yaxshi kunlarimga nasib qilsin deb mana shu chiziladi birinchi. Duppchilik zo'r, dam oladi. Mazza qilib qo'shnisi bilan o'tirib, bir-biriga dardi hasratini aytib. Bitta po'sho bo'lgan ekan. Uni o'g'li qizlarga o'xshagan deb kishi yaxshi ko'rib qopti. Po'sho juda ham xafa bo'libdi-da, buni nima qilish kerak ekan? Bunga bir yo'l topish kerak deb bir 40 qaroqchini topib, ularga aytibdiki, "Men shu o'g'lim deb tikishdan boshqa ishi bilmaydi. Endi sizlar mana shu bolani bir jangari yigit qilib beringlar menga. Sho'x haligi haqiqiy yigit qilib beringlar" deb ularga qo'shib qo'yibdi. Keyin 1 yildan keyin bir xabar olaychi deb borsa, hali 40 ta qaroqchi ham u bilan deb tikib o'tirgan ekan. Salom, ismim Gulasal. Men Namangan tumani Toshbuloq qishlog'ida tug'ilganman. Qo'shiq aytishni juda ham yaxshi ko'raman. San'atga bo'lgan ishtiyoqim yoshligimdan paydo bo'lgan. Ayniqsa san'atning klassik yo'nalishi menga juda ham yoqadi. Hozir ijozat bersanglar, men g'oyibona ustozimni qo'shiqlardan aytib beraman. Oh ki ishq ayladi shaydo meni, soldi junum ko'yiga savdo meni. Ishq ila savdo bo'libon mushtafiq, ayladilar dahraro rasvo meni. Dayrima sirdi yerim azg'uru, soldi biyan bir buti tarso meni. Oh ki o'ltirgali qilmas pisan, ishq yana kim seni illo meni. Oh ki o'ltirgali qilmas pisan. Mana yana bir ustaxona. Bu ustaxona ustoz va shogirdning kashta san'atiga maftun bo'lganlardan bunyod bo'lgan. Boshlashdan oldin bir qanaqadir bir ko'rish kerak-ku, nima qilinyapti. Bu sohada qanaqa ishlar qilinyapti. Farg'ona vodiy, Qo'qon, Marg'ilon, hammasining o'ziga yarasha uslubi bor. Lekin hammasi bir-biriga o'xshaydi. Ranglar juda ham yorqin, an'anaviy. Ko'chaga chiqsangiz rang-barang reklama. Kompyuter oldida o'tirsangiz rang-barangli, bosasiz rang-barang narsalar chiqib keladi. Ya'ni uni kamiga uyingizdagi o'sha jihozingizni ham rang-barang qilib tashlasangiz, haddan tashqari haligi insonni charchatib qo'ymasmiki? Shu nuqtai nazarni kashtachilik san'atida nimaga bir boshqacha yo'nalish qilib, hozirgi zamonaviy interyer uy ichki bezagini qilish mumkin emas.
O'tgan yili Shveysariyadan bir ayol kishi shu o'zini ishlagan rasmini kashta qilib tiksa bo'ladimi? Keyin nimaga bo'lmaydi? Ilojini qilsa bo'ladi. Chizgan rasmda 60 xil rang bor edi. Endi o'zbek milliy kashtachiligida bir 7 ta yo 8 ta juda ko'payib ketsa rang. O'shani uddaladik. Kartinani qilib jo'natdik, unga ma'qul keldi, 2 xil variantda. O'sha buyurtma ham turki bo'ldi bir jihatdan. Nimaga endi o'zimizning milliy naqshlarimizni shu rasmga o'zimizda ham bu narsani tushunib juda yaxshi qadriga yetishadi. Hattoki olishdi hamki shu ko'proq qismi bizda o'sha O'zbekistonda qolganiga men xursand bo'ldim. Bular meni ammamlar Qunduzxon, bular meni opadamlar Jamila Husanboy, bular meni amakim Nuriddin, bular meni dadam Husniddin, bular meni opamlar Naziraxon va men Husanov Humoyin. Bu bizning oilaviy ansamblimiz. Ansamblimizning nomi Do'stlik. Hozir biz sizlarga Esareviy Ravon qo'shig'ini kuylab beramiz. Kichkinagina Yertepa qishlog'idagi ustaxonada katta rassom yashaydi. Qaysi janr bo'yicha ko'proq ishlaysiz? Men ko'proq tarixiy janrga qo'l uraman. Chunki o'zim tarixni yaxshi ko'rganligim, adabiyotga juda qiziqqanligim uchun tarix janrida, masalan, bizni yurtimizda hali tasvir qilinmagan, ishlanmagan tarixiy voqealar, tarixning bir juda ko'p. Buni ishlash uchun bitta men emas, juda ko'p rassomlarga umri yetmasa kerak. Shuning uchun men ko'proq tarix janriga e'tibor beraman. Birinchi asaringizni kimga bag'ishlagansiz? Birinchi asarim men maktabda o'qib yurganimda, san'atga qiziqqanimda o'zimning otamning portretini ishlaganman.
odam amaliy o'tib ketdilar hozir. Shu qiziqish shunaqa bo'lar ekan. Odamda ishlaysiz, chizasiz, rasm chizasiz. Men haykalni ishlagandim. Lekin anchalik so'kishdan eshitganman. Chunki ular endi namozxon odam bilan yoshlar katta bo'lgan, bir necha so'kishdan eshitganman. Lekin haykallarni o'g'rincha ishlaganman. Birinchi ishim shu edi, esimdan chiqmaydi. Mahmud aka, biz bilamiz, sizni ustozingiz buyuk inson Anikushin bo'lganlar. Toshkentdagi Pushkinning haykalini ham shu inson yaratganlar. Ustozingiz haqida aytib bersangiz. Leningradda haqiqatda 6 yil o'qish davomida Mixail Konstantin Anikushin mashhur haykaltarosh bo'lgan. Bu odam faqat haykaltarosh emas, u shoir, Pushkinshunos ham bo'lgan. Chunki Pushkin she'rlarini yoddan aytib bergan inson bo'lgan. O'zingiz ham san'atingizdan tashqari boshqa san'at yo'nalishi bo'yicha ham ishlaysizmi? Masalan, Michelangelo she'r yozgan. Oddiy tibbiyot o'zimizda Ibn Sino ham bilasiz, she'r yozgan. Shu qadar men ham she'r yozmayman, hikoya yozib turaman. Doim. Har xil voqealarda, masalan, yoshligimni qilib hikoya yozib turaman. Ijodkor rassom bo'lish juda or kasb. Bu kasbni egallash uchun inson ko'pgina rohatdan voz kechishi, haqoratlarga va kamsitishlarga uchrashi mumkin. Balki odamlar nazardan bir umr chetda bo'lishi ham mumkin. Bu buyuk rassom Van Gogh kabi. Van Goghda tarixda shunaqa bo'lgan. O'shanda men hamma ijodkorlarga sabr qanoat tilayman, ularning mehnati xalqi oldida besamar ketmagay.